butun dunyoni o'ziga qaratgan bolakay hozir terma jamoamiz bilan uchrashgani keldi. Ota-onasi bilan olib kelishdi va u hozir ozgina bu vaziyatga uncha tayyor emasligini ko'rsatyapti. Biz hazil ma'nosida unaqa bosim qilmaylik, yig'lab olmasin dedik. Dunyoni haqiqatdan ham bir samimiyat bilan zabt etgan bolakay. Kubokni olib keldi, qo'lida kubokni olib yuribdi va qiziq tomoni o'sha haqiqiy kubokni bosh uzra ko'targan Fabio Cannavaro bilan yonma-yon turibdi. Shunaqa mo'jizalar ham bor dunyoda. Futbolning atrofida bo'layotgan mo'jizalardan biri bu haqiqatdan. Keyingi o'yinlarda mana shu ukamiz Isfandiyor xudo xolasa o'yinni kulib tomosha qilsin. Endi dunyoga uning yig'isi emas, balki kulgulari taralsin va boshqa yurtlarni O'zbekiston deb hayqirishga majbur qilsin. Shunaqa.